Assalomu alaykum. Men kursant Abdug'aniyev Ulug'bek, ana shu Jamoat xavfsizligi universitetida patrul post xizmatining qo'mondonlik taktik faoliyati yo'nalishida 2-bosqich kursantiman. Men maxsus fakultet psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi Sotivoldiyeva Nodira Begim. Hozir universitetimiz hayotidagi ta'lim jarayonlarini sizlarga tanishtirmoqchimiz. Marhamat, keting. Men Jamoat xavfsizligi universitetida 3-bosqich kursanti Polonyazova Nazli bo'laman. Men ushbu universitetda pasport tizimini huquqiy ta'minlash sohasida ta'lim olib kelmoqdaman. Bizning universitetimizda har bir kursant kamida 2 ta xorijiy tillarni o'rganishadi. Hozirgi kunda men 3 ta tilni mukammal bilaman. Bular rus tili, ingliz tili va turk tili. Hozir esa bizda xitoy tili darsi. 学生们，你们好，今天的课。 Universitetimizda biz uchun harbiy va maxsus tayyorgarlik bilan birgalikda ilmiy izlanishlar olib borish uchun ham yetarli shart-sharoit yaratilgan. Xususan, kursantlarimiz tahsil olayotgan yo'nalishlari bo'yicha professor pedagoglarimizga biriktirilgan holatda darsdan bo'sh vaqtlarda, ya'ni mustaqil tayyorgarlik mashg'ulotlarini ilmiy izlanish bilan hamohang tarzda amalga oshiradilar va kelgusida qurolli kuchlarimizni rivojlantirish bo'yicha o'z ilmiy g'oyalarini ilgari surib kelmoqdalar. Men Nuraliyev Husanboy Ulug'bek o'g'li otamning harbiy xizmatchi bo'lganligi tufayli yoshligimdanoq harbiy xizmatga muhabbat ruhida ulg'aydim. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi tasarrufidagi Toshkent Temirbeklar akademik litseyiga o'qishga qabul qilindim. Komandirlarim va o'qituvchilarim yordamida harbiy xizmatning dastlabki ko'nikmalarini o'zlashtirdim va orzularimning keyingi qismini amalga oshirish uchun hujjatlarimni O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universitetiga topshirdim. Bugun men ushbu universitetni 4 yil mobaynida a'lo bahoga tamomlayotgan kursantlardan biriman. Yoshlarga yaratib berilgan imkoniyatlardan to'g'ri xulosa chiqargan holda kelajakda haqiqiy vatanparvar ofitser bo'lishga va'da beraman.